Va nihoyat kutilgan kun yetib keldi. 18 noyabr tongi soat 7:00 da O'zbekiston milliy terma jamoasi o'z tarixida ilk jahon chempionati o'yinida maydonga tushadi. Raqib kuchli va tajribali Kolumbiya. Bu nafaqat bir o'yin, balki butun xalqimiz orzu qilgan tarixiy lahza. Millionlab yurtdoshlarimiz nigohi bitta maydonga qaratilgan. Butun O'zbekiston nomi futbolning eng katta sahnasida yangraydi. Jamoamiz jahon chempionatiga ilk bor yo'llanma olib, mamlakat futbol tarixida yangi tarix yasadi. Eldor Shomurodov, Abduqodir Husanov, barcha yigitlarimiz maydonga g'alaba Oston O'runov g'alaba uchun tushadilar. Butun O'zbekiston ularni qo'llab-quvvatlaydi. Yuraklar birga ursin, duolar birlashsin. Olg'a O'zbekiston, mundialdagi ilk qadaming muborak bo'lsin. Tarixni birga yozamiz. Olg'a O'zbekiston, olg'a yigitlar.